Hurmatli talabalar, bugun mavzumiz bo'yicha rang tasvirda natyurmort. Mana ko'ryapsiz, natyurmortimiz joylashilgan, ma'lum qo'yilgan. Demak, natyurmortimizda o'zi umumiy natyurmort haqida tushunchaga siz egasiz. Ya'ni natyurmort bu jonsiz tabiat tasvirini bu natyurmort deyiladi. Bu natyurmortimiz kub, olma va bu shisha choynakdan tashkil topgan. Demak, xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz bu, biz bu natyurmortimizni qog'ozga to'g'ri joylashtirishdan iborat. Demak, bu komponovka. Birinchi qiladigan ishimiz, xo'sh, bularni umumiy komponovkasini olishimizda umumiy qaraymiz, qanday joylashgan bu umumiy holati. Xo'sh, eni, bo'yi, nisbatlarini bir-biriga taqqoslaymiz. Mana bu yerda olma eng kichik buyum. Demak, olmani o'lcham olishda qolgan buyumlarga nisbatan solishtirishimiz kerak. Demak, olmani o'lchab olamiz. Uni mana qo'yib ko'rganimizda kubga nisbatan 2 barobar kichkina ekanligini, balandligini ko'ryapmiz. Va qolgan nisbatlar ham xuddi shunday davom etadi. Demak, birinchi eng tepa qismi va eng biz ko'ryapmizki, qayerda tugatishimiz kerak. Chekkalarni belgilab olishimiz kerak. Mana bu yerda ko'ryapmiz, mana choynagimizda eng chekka chiziqlari qayerda joylashyapti. Kubimizda chiziqlari qayerda? Boshqa u qayerda? Yon tomon tugaydi va old tomoni. Xo'sh, bizga olmani qayerda ekanligini to'g'ri joylashtirib olishimiz kerak qog'ozga. Xo'sh, olma. Xo'sh, biz mana chiziqlarni topib oldik, bir-biriga nisbatlarni qurib oldik. Endi qiladigan ishimiz, bu yerda biz bu natyurmortimizni perspektiva holati, ya'ni bizga nisbatan qay holatda perspektivada qisqarishini ko'rishimiz mumkin. Bizga ko'ryapmiz-ku, bizning qo'yilgan natyurmortimiz bu yerda gorizont chizig'idan birozgina pastda joylashgan. Shuning uchun e'tibor beramiz. Demak, perspektiva holati va bu yerda ko'p vaziyatlari tepaga ozgina ko'tariladi va yon tomonlarni qisqarishini kuzatishimiz mumkin. Demak, tomonlarni ko'ryapmiz mana. Oldingi qirrasi, uning ustida demak shisha choynagimiz. Vaziyatda demak. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda akvarelda ishlashimizda asosiy chiziqlarga unchalik e'tibor bermaymiz. Sabab biz rang bilan chiqarishimiz asosiy talab etiladi. Demak, aniq chiziqlar bizga shart emas. Faqatgina o'sha chekka chiziqlarning umumiy holati kerak bizga. Ya'ni natyurmortimizni umumiy vaziyati qanday turganiga va bir-biriga proporsiyasi, nisbatlari yani.
Xo'sh, mana natyurmortimiz umumiy holatini ko'rib oldik. Endi biz buni keyingi bosqichimiz rang bosqichiga o'tamiz. Bu yerda endi akvareldan foydalanamiz biz. Akvarel, xo'sh. Bu yerda kuzatamiz, demak, akvarel boshlashdan oldin bir natyurmortimizga yana bir qaytib olsak yaxshi bo'ladi. Olmani rangi qanaqa, xo'sh, choynakni rangi qaysi rangda turganligi va orqadagi matomizni qaysi rangda, qanaqa rangda ekanligi va bularni bir-biriga ya'ni bir-biriga o'tish darajasi qanday, ya'ni reflekslar bormi, shularni e'tibor berishimiz kerak. Demak, biliklariga qarashimiz kerak. Soya vaziyatiga qayerda qanaqa soyalar qatnashyapti. Xo'sh, shularni asta e'tibor berib olishimiz kerak. Biz mana ko'ryapmiz, ko'k ranglar, yashil, ozgina yosharang. Xo'sh, bu yerda dedik mana choynagimizdan boshlayaptik. Demak, bu yerda ranglar bir-biriga o'tib ketishi kerak, bir-birini, ya'ni bir-biriga nisbatlari ta'siri bor. Ya'ni ta'siri yoki lampamiz, ya'ni yorug'likning ta'siri, albatta bularni ko'rsatishimiz kerak. Bu shisha buyum bo'lganligi uchun. To'qroq joylari bor, mana soyalar. Demak, ko'rib turibmiz. Umumiy holatdagi soyalarni chiqamiz. Akvarel bo'yog'ida ishlashda hech qo'rqmasligingiz kerak. Sabab yerda mana suv bilan ishlash, bu suv bo'yoq. Demak, suv bilan aralashib o'zining ma'lum bir shakllarni hosil qilish kerak. Xo'sh. Bu yerda endi fon, orqa foniga o'tyapmiz. Fonida ham sariqda aynan bir xil rang sariq emas, bu yerda ko'ryapmiz. Demak, ozgina qizg'ish ranglar bor. Soya ranglari boshqacharoq.